Oyijon telefon qilib, yurishim bor edi, nimadir shirinlik tayyorlab bera olasizmi deganlardi. Ishim ko'pligini bahona qilmasdan ularga shirinlik tayyorlashga tushib ketdim. 1 soatga qolmasdan bittalik shirinligimiz tayyor bo'ldi. Bu uchun oddiygina biskvit tayyorlab olamiz. 6 ta tuxumni shakar bilan oppoq qilib ko'pirtirib, o'simlik yog'i va sut solib yana bitta mikserlab, un, kakao va razrixlitilli aralashmamizni sitidan o'tkazib, yaxshilab aralashtirib, listga qo'yib, oldindan qizdirilgan duxovkada 170 gradusda pishirib olamiz. Pishib chiqqan biskvitlarimizni soviganidan keyin xuddi shunaqa dumaloq shaklda kesib chiqib, chetlaridan ortgan chopperda maydalayveramiz. Endi esa qaymoq va sgushonka bilan morojniy krem qilib olib, unga maydaroq qilib to'ralgan banan va shokoladdan solib, yaxshilab aralashtiraveramiz va kesib olgan dumaloq biskvitlarimiz ustidan qo'shuvda xoliseli konditer meshokda kremlidan qo'yib olib, chetlarini tekislab, mayda qilib kroshka qilib olgan biskvitimiz bilan hamma kremli joylarini yopib chiqamiz. Va tayyor bo'lgan shirinligimiz ustidan xoliseli oq shokolad, xoliseli sgushonka bilan chiroyli bezab berib, ustini xohishga ko'ra mevalar bilan bezatib, bemalol stolga tortishingiz ham mumkin. Bu video retseptini har doim tog'oraga o'zi shirinliklar pishirib boradigan tanishingizga jo'natib qo'ying va albatta o'zingiz ham tayyorlab ko'ring. Bu juda ham mazali chiqadi.